Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari hamda mana shunday naslli shved ishqibozlari, hunojil sigir ishqibozlari. Do'stlar, bugun haftaning 7-kuni yakshanba, 26-iyul 2026 Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani, Qo'rg'ontepa Savaydan. Xohlasa sizlarga obzorlarimizni boshlayapmiz. Yosh ko'chat, xudo xohlasa paltarashga buqaga kuyib turgan etik hunojillardan, bo'g'ozlardan, ena bola sigirlardan yoritishga harakat qilamiz obunachilar. Mana shu joyda obunachilar soni adashmasam 10 boshga yaqin obunachilar bo'zaylar turibdi. Eng kattasi 1.15 atrofida obunachilar. Qolganlari 1.5 dan plus, 1.10, 1.7 liklari bor ekan. Xo'p. Muslimbek, nech pul deyapsan narxlarini? Shu mana kattalari hammasini 26 million qo'yib suv. 20. To'qoldan tashqari? To'qoldan tashqari 26 million so'mdan mana kami bor deyapti. Toza xudo xolasa ishqibozlariga germanlari ham bor, obunachilar, zavodskiy to'qollari ham bor ekan mana. Ko'rib ko'rasizlar xudo xolasa. Sifatlari a'lo darajada. Ishqibozga nomer aytib qo'yamizmi? 93 aka, 379 74 75. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasiz. Adashmasam savdolari bo'pti hozir. Nech puldan berishdi? 22 million 300 dan 6 tasiga bor, kichkina bo'zaylarga. 22 million 300 ming so'mdan 6 tasiga obunachilar savdosi bo'lgan mana shularni mana. Mana to'qol sotildimi? To'qolni o'zi nech pul deyapsizlar, madamjon? 39 deyapti. 39 million so'm mana obunachilar. Zavodskiy to'qol, German shved. Arqagetlari pachka holatda obunachilar, turishlariga, bo'ylariga ahamiyat beringlar. Bo'ylari 1.20 plus atrofida. Mol kichkina mol emas, hali yana o'simtasi bor. Doğrusu olib baraka topadigan variantlari to'ralaylar 4 joyda ekan. Xo'p, shvedlarning hayotda xudo xolasa zo'r chiqqan bugun. Birinchidagina 33 million kam bor edi, akamiz so'rab turibdi. 35 ekan, bunisi 33 million kam bor. Bunisini obunachilar 27 million so'm kami bor deyapti obunachilar. Xo'p. Savdolari, barakalari bo'lish bilan yoritamiz obunachilar. 27 kam bor degani bo'ylari 1.10 plus. Bulari 1.20, 1.25 dan chiqadi obunachilar. Xo'p, bo'g'oz so'raganlarga obunachilar mana shu joyda. Xo'p, bitta bo'g'oz kelib qopti birinchi qoringa. Xo'p. Shved. Bo'ylari 1.30 atrofida. Xo'p, 50 million so'm kam bor deyapti. Savdolari bo'lib turibdi. Yoritib ketamiz. Odamlar tushmagan obunachilar 5,5 oylik bo'g'oz. Mana arqagetlariga to'xtab ahamiyat beringlar. Mol kichkina emas. Qancha bersiz aka? 33 million so'm mana savdolari bo'lib turibdi. Mana shu joyda barakasi bo'lish bilan yoritib ketamiz do'stlar. Xo'p, mana bu joydan bitta bo'g'oz chiqqan. Adashmasam 3 oylik, 3,5 oylik deyapti o'zi. 48 million narx aytilyapti o'zi. Aka bu bilmaysizmi nech pul aytganini? Egasi obunasi qayergadir ketib qoldi. Xo'p, davom etamiz do'stlar. Bo'g'ozlar qatoriga o'tyapmiz obunachilar. Jaydari so'ragan ekan, mana shu joyda mana jaydari bilan chiqib qo'ygan. Birinchi qoringa, aka nech pul deyapsiz buni? 35. Birinchi qorini? Ikkinchi qoringa 35 million kam bor. Necha oylik bo'g'oz? 8 oydan o'tgan varianti. Aka, savdoingizni bersin. Shvedga baho beringlar do'stlar. Bo'ylari 1.60 plus deyapti, 1.60 ga beraveringlar obunachilar. Mol hayotda gigant mol ekan, xudo xolasa tutamlari a'lo darajada 20 litr sutga beriladi deyapti. 18 dan 19 taga sanab olsin deyapti. Oq quloq, oq tumshuq. Ikkinchi qoringa obunachilar bolasi yonida buqacha ekan. Bola ham, bolamizdan bola sifatlariga o'zlaring ko'rib bir baho berib ko'ringlar. Xudo xolasa yosh oilalar asosan 20 kunlik atrofida. Bolaning eni ham, arqasi ham pachga tushgan holatda qarang. To'nlari ham o'ziga kelgan, hayotda toza variantda 70 million so'm narx aytilyapti. Erta tongda mana kirishiga mana shu joydan sizlarga syomka qilib yoritib qo'yapmiz. Nasib bo'lsa, baraka bo'lishi bilan yoritib ketamiz. Adashmasam Qo'rg'ontepa bozorini, xudo xolasa Savay bozorida eng katta sigir mana shu bo'lib turibdi. Ham yoshi ham, nima desa bo'ladi, sorti ham, hamma tomonlama toni ham, xudo xolasa
eng yaxshisi bugungi kunda mana shu bo'lib turibdi obunachilar. Ko'rib bir qator baho berib ketaverasizlar. Bu tomonlarda ham chiqqan xohlasa bo'g'ozlari bor, ena bolalari bor. Ularni ham yorib ketishga harakat qilamiz. Xo'p. Bu sizlardan aka mana bu? Sizlardan mak nech pul deyapsizlar buni? 63 millionni. Nechinchi qorin aka? 3-qorin necha olib bo'g'oz? Kuni qolgan varianti 63 million, 3-qoringa bo'ylari 1.45 atrofida obunachilar. German Shvedga chashishgan obunachilar qaranglar mana. Faqat shaxlari kuydirilmagan, shuni hisobiga to'qol bo'lsa toza German devorida ko'pchilik ko'rib turiblar. Lekin bu ham obunachilar xuddi o'sha Shveddan. Kuni qolgan variantlar orqalari pachka holatda, molda eni nihoyatda gigant ekan obunachilar. Turishini qaranglar mana. Xo'p. Bu tomondan ham chiqqan ekan, adashmasam, birinchi, ikkinchi qorin shekilli kimdan ekan bular? Aka sizlardanmi? Ha. Xo'p, hozircha egalarini topa olmadik, qaytamiz obunachilar bularga. Bu tomonlarda ham mana. Ikkita shovosh chiqqan ekan do'stlar, bu joyda ham adashmasam. Bo'ylari obunachilar taxminan 1.40 atrofida. Narigisi nisbatan kattaroq 45-50 ga boradigan variantlar. Bu joyda nihoyatda kattalarini olib o'tib baylab qo'yadi obunachilar. Xo'p, savdolari bo'layapti ekan. Aka, sizdanmi bu? Nech pul deyapsiz o'zini? 60 million. Necha oylik bo'g'oz aka? 7,5 oylik. 7,5 oylik bo'g'oz. Ikkinchi qorinmi aka bu? 4 kurak ikkinchi qoringa mana obunachilar. Ishqiboz nomer aytasizmi aka? Sotib yuboramizmi? Sotib yuboramiz. 60 million so'm kelishiladigan joyi bor ekan. Hop, bunisini. Bunisi sizdanmi aka? Akalar 52 qilyapti. 52 million obunachilar mana shuni 60 deyapti. savdolari bo'lib turibdi. Necha oylik bo'g'oz ekan bu? 7 oylik. 7 oylik, 8 oylikka o'tgan variant obunachilar birinchi tumsi ekan bunisi. Sizlardan aka bu? Nech pul deyapsizlar buni? 70 million so'm kam bor. Nimami? Parodasi? Ukrainaskiya parodasi. Hop, bolasi nima aka buni? Bolasi buqacha. Mana obunachilar. Rasa bo'lsa 1 oylik bo'pti. 12 kuni, yo, katta molniki obunachilar. Shuan qiyin bo'ladi. Nech pul narx aytasizlar bunga? 70 million so'm kam bor ekan. Qancha sutga beramiz aka? 28 ta sut yo'nalishini obunachilar simentallar bilan birlashadigan varianti mana shu bo'ladi. Obunachilar ko'ringlar-da mol qancha balandligini. 1,5 plus bor-a bo'yi? 1,5 155 plus beraveraylik. Ko'pchilik ishonmayapti. Bosh o'zi ham. Ko'rsatib qo'yingchi. Eng kam 26-27 taga oldi ora. 30 ta suti bor. Nima qilyapsan deb. Voy, mashallah. Turishini qaranglar do'stlar mana. Hop. Ishqibozga, aha. Ishqiboz o'zi tushunadi buni. Bolani qarang. Bolani pachkaligini qaranglar. Xudo xolasa olib balaga topadigan varianti. Nomer aytib qo'yamizmi ishqiboziga? 99 790 1512. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ikkinchi bolasi 6 kurak, 6 kurak mol hali yosh ekan obunachilar. Obunachilar, qaranglar. Ikkinchi qoringa bolasi buqacha. Xo'p, rasa kuyikib talab bo'lib turibgan to'qol variantida do'stlar, qaranglar mana. Tozasi qanaqa bo'ladiganga mana nokkalla bo'ladi shvedlar. Hop, endi shoqa kuydirilgan variant ekan. Bo'ylari 1.45 plus atrofida. Hop, adashmasam 85 millionmi narx aytilyapti. Uka sizlardanmidi bu? 85 million narx aytilyapti. 60 million qancha ham pul berayotgan ekan obunachilar? 63 millionmi, 64 millionmi savdolar bo'lib turgan ekan. Lekin nima desa bo'ladi? Mol haqiqiy sut yo'nalishidagi toza savayskiy shved mana. Ishqibozlari o'zi juda yaxshi biladi. Arpaketlaridan qadar ahamiyat berib ko'ringlar molni. Mol kichkina mol emas. Bolasi buqacha, bolasi ham toza shved ekan. Bolasini bo'ylari 1.15 atrofida. Enasiga nisbatan kattaroq bo'ladi. 1 yil davomida bilasizlar, shvedlar obunachilar 1 sm, 2 sm ransa qilishi mumkin. Bolasi xunojim bo'ladimi, novas bo'ladimi, enasiga yetib oladi. Mana shu tomonlama Живой Vestda ham 1 tonna 200 ves berganligi uchun shvedlar obunachilar
trendga chiqib ketdi O'zbekistonda. Yaxshi natija beryapti. Issiq sovuqni ko'taradi, kasallikka chidamlik. Endi baqqallar juda yaxshi biladi. Yashirdi ham, nima desa bo'ladi, tegsa ham juda yengil o'tkazishib boryapti. Hop, qaranglar mana turishini. Voy maşallah. Hop, obunachilar, mana shu ikkovini hali enasini topolmay o'tib ketdik. Hozir akamiz topdi egasini. Aka, nima deymiz ma'lumotlarini buni? Tug'ma, yosh. O'zi 5 oylik bo'ldi. O'zi 7 oydan o'tdi. Ikkovi emas, 4 oyda. Biri qilsam baland molda. Mana joni sog'. Yeb ichishga 2 javob. Bitta nuqson bo'lsa meniki. Aha. 60 million xayri bor deyapman. 260 milliondan kami bor, ha? 45 dan qo'shib bermadi. 45 million so'm, 90 million so'm chupiga savdo qildimi? Chupiga savdo qildi 90 million. 90 million so'm savdolari bo'lib topilmoqda. Yoshillari, yosh pindilari tushgan variant topilmoqda mana. Ularlari oqdan, xudo xolasa, sifatlari a'lo darajada, mol kichkina mol emas. Pullar yoninglarda ketadigan holatda. Eni ham bor molda, bo'yi ham bor, razmeri ham, xudo xolasa tonlari ham. Eng qizig'i shved do'stlar. Oldilaridan ham bittadan ko'rsatib qo'yadigan ishqibozlariga mana oltirishlari do'stlar. Moling bo'lmasa ko'rsatadigan variantlari, sifatlari a'lo darajada ekan. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu ekrandagi aytilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Aka, nomer aytib berasizmi ishqiboziga? Beramiz. 97. 601 78 79. Kimga qiziq bo'lsa, obunachilar mana aloqaga chiqaverasizlar. Bozorda turgan joyida ma'lumotlarni berib qo'ydik. Akamiz o'zi savdogar, xudo xolasa bu sotilib ketgan taqdirda ham yana tagi bo'ladi bu akamizda. Xo'p, aka, savdoingizni bersin. Hali obunachilar narx-navosini yoritib ketdik. Mana shved baraka bo'ldi. Aka, nech pul oldi endi bu? Baraka qildingizmi? 48 million enasini o'zimi? Enasini o'zi 48 million so'mga baraka bo'ldi obunachilar. Bolasi qolib ketdi endi. Ko'rib kuzatib boraveringlar. Ya'ni barakalari mana obunachilar. Olganga ham, sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Niyat qilganlar like bosib ketinglar. 3 oylik bo'g'oz obunachilar savdosi bo'layotgan. Nech pul beryapti aka bunga? 37 million 800. 37 million 800 ming so'm mana shu joyda mana savdolari bo'lib turdi obunachilar. Moyda molni bo'ylari 1.30 atrofida. Hop, aka, bo'g'ozmi bu ham? Nech pul deyapsiz? 25 million so'm mana gibridlar do'stlar. Jaydarlar qatoridamiz, yetimxonajlar qatoridan. Aka, bu nech pul deyapsiz? 23 million, 20 million pul berdimi? 20,5 savdolari bo'lib turibdi. O'z ozmos qilibda betishiga. Bo'ylari obunachilar 1.20 plus atrofida. Stokalari yaxshi holatda, a'lo darajadagi obunachilar yetimxonajin. Xo'p, mana bizdan savdo bo'layapti obunachilar mana. Yetimxonajin adashmasam bu ham qancha beryapti bilmaysizmi? 19 million 700 ming so'm mana savdolari bo'lib turibdi mana. Bor baraka. 19 million 600 ming so'mga baraka bo'ldi bo'ylari. 1.15 1.20 ga boradigan variant obunachilar mana. Navbatdagi 25 million so'm narx aytilyapti do'stlar bunga. Yetimxonajlar mana shu tomonda. Hop. Barakalarni ko'ryapsiz mana. Mana ham bitta savdo bo'layotgan. Hop, jaydari bu ham o'zimizni obunachilar mana turishlariga ahamiyat beringlar. Aka, nech pul qilyapti? Savdosi qancha bo'layapti? Bunga emas. Ha? Buni aka 18,5 so'rayapti. 18,5 million so'm so'rayapti. Nech pul aytyapsiz narxini? 22 million kam bor ekan, 18,5 million so'm savdolari bo'lib turibdi ekan obunachilar. Buqaga kelib turgan varianti yoshidan o'tgan. 1 yashardan ichida o'tgan holatdagi, o'rtacha holatdagi do'stlar. Aka, bo'g'azmi bu? Qisiragan. Nisbatan yoshini so'raganlariga mana shu tomonda bo'ladi. Yoshlariga bir qator kelib ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz.
Jerseyga smeshini do'stlar. Bo'lar 15 plus atrofida. Bilasizlar, kaltaroq bo'ladi, nixroq bo'ladi bular. Hop, mana turulariga qadar ahamiyat berib qo'yinglar. Aka, nech pul deyapsiz buni? 23 million so'm kelishiladigan joyi bor deyapti mana. Bu tomonlarida mana. Jaydari, Shved. Bu tomonlarda ham shunday Navestayda yosh ko'chatlar. Hop, narxni olam bir qator yoritishga harakat qilamiz. Bu tomonlar do'stlar juda shovqin, ovoz uncha eshitilmay qolishi mumkin. Shuning uchun kamroq kiriladi bu tomonga syomkaga do'stlar. Sabab Navesta aksi qaytadi. Aks sado qaytaradi. 30 million so'm narx aytilyapti obunachilar. Bo'ylari 1.20 atrofida. Shved. Aka, nech pul oldi bu? Ha? 18 million so'm bo'pti obunachilar. 7 uy bu buni ochim mana. Jaydari. Nech puldan deyapsizlar bularni? 25 million so'm kattasi aytilyapti. 23 million so'm kichkinasi aytilyapti. Ikkovini 25 dan aytsa bo'lmaydimi qo'yuqsi yo'qga? Odamlar qochib ketyapti. Bo'laveradi 25 dan emas. Kelishiladigan joy bor. Yaqinroq obunachilar yaqinroq so'raysiz. Nomer aytib qo'yishga o'ziga. Nomeringni ayt. 50 ha? 571 44 41. Savaydi obunachilar Shved. Narx to'qor shekilliga? Jerseyga chatishganmi Shved bilan? Jerseyga chatishgan smeshini variant obunachilar. Sut yo'nalishini mana shular qo'pol qilib aytganda mahallasiga yorib yuboradigan variant mana. Bu qaranglar bunisini. Bo'ylari 1.15 plusda ikki hop bozorlaylar deb. Mana shu yerdan ikki bosh obunachilar bo'g'oz chiqib qolibdi. Bunisi 5,5 oylik bo'g'oz, bunisi 7,5 oylik bo'g'oz. Bo'ylari 1.30 plus, 1.25 plus atrofida. Ikkoviga nech pul deyapsiz ikkovini? 75 million so'm kam bor. Bozor so'radim aka, qancha beryapti? 61 million so'm jupiga savdosi bo'lib turibdi. Mana kuzatib boraveringlar. Mana bu joyda bitta toza Shved chiqqan ekan. 3 oylik bo'g'oz tekshirilgan. Nech pul deyapsiz aka? 55 million so'm narx aytilyapti. Bo'ylari 1.40 plus atrofida oqquloq oqmush. Toza ekan, tonlari ham obunachilar mana. Yon boshdan arqadan bir qator yoritib qo'yamiz. Ko'rib o'zlaringiz baho berib ko'rasizlar mana. Voy mashalloh, sifatlarini qaranglar do'stlar. 8 oylik bo'g'oz ekan obunachilar. Bo'ylari 1.40 atrofida. Tutaylari obunachilarning hayotda zo'r ekan. Nech pul deyapsiz buni? 48 million so'm savdo bo'ldimi aka? 40 million. 40 millionni ko'rib obunachilar mana. Ikki kuraga yosh ekan hali. Yosh obunachilar sigir qiladigan variantlari. Nomer aytib berasizmi shikoziga? Aytavering. 543 27 Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Xo'p, savdo bo'layotgan bu joyda. Aka, nech pul beryapsiz? 37 million so'm. Adashmasam 6 oylik bo'g'oz deyapti mana do'stlar. Turuni qaranglar, sifatlari a'lo darajada, arqa ketlari baland holatdagi variantda Qo'rg'ontepa Savayda turibdi mana do'stlar. Mana. Harakatli bo'lish bilan yoritib ketishga harakat qilamiz. Aka, nech pul narx aytdingiz o'zingiz aka? 45 million so'm narx aytilyapti ekan do'stlar mana. Bitta to'qol varianti chiqibdi. Aka, nech pul deyapsiz buni? 35 deyapman aka. Bo'g'ozligichi? 2 oy qo'yilgan. 2 oy tekshirgan yo'qsa? Olaman, o'zi tekshirib olaman. Tekshirib qo'ysa bo'laveradigan variant ekan mana. Nima deymiz aka parodasini buni? Bu hashaki mol emas lekin bu. Gibrid smeshini to'qalagan zavodskiy obunachilar mana. Ikkinchi qorin ekana? Ikkinchi qoringa 8 kilo ekan mana. Nomer aytib berasizmi shikoziga bo'lsa aka? 93lik 070 0798. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. O'tkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lib, biz kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, omad do'stlar, salomat bo'linglar.